Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz qush urug'lanish mavzusi. Ma'ruzachi har doimgidek o'zim Azizjon Sharipov. Bizning Telegram guruhimiz, demak kanalimiz Kimyo biologiya auditoriyasi Telegram kanali. Demak, a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Hop, yangiliklar, demak ta'lim sohasidagi yangiliklar, ya'ni biologiya va kimyo fanlarini shu kanalga birga o'rganishga harakat qilamiz. Demak, bu yerda slaydimizda ko'ryapsiz. Birinchi qush urug'lanishdan oldin mitoz va meyoz jarayonini bir takrorlab olaylik. Oldingi mavzuyimiz. Birinchi demak meyoz. Qarang o'quvchilar, meyoz. Meyoz jarayoni demak interfaza va meyoz bosqichlaridan iborat bo'ladi. Biz buni bilamiz. Mana bu yerda interfaza demak J1, S2 ga bo'linadi-ku, ana shularda demak to'plamlarni demak mana bu yerda yoritib borilgan. J1 da demak 2n2s, S da demak 2n4s, J2 da demak 2n4s. Buni demak Telegram kanalga tashlayman bu qo'llanmani. Mana shu joyini Telegram kanalga screenshot qilib tashlayman. O'rganishingiz yaxshi bo'ladi. Xo'p, ana endi meyoz demak meyoz bosqichlari ikkita jarayondan iborat: reduksion va ekvatsion. Ya'ni meyoz 1, meyoz 2. Demak meyoz 1 demak profaza, metafaza, anafaza, telofaza birlardan iborat. Xo'p, meyoz 2 esa, ya'ni ekvatsion esa profaza 1, metafaza, profaza 2, metafaza 2, anafaza 2 va telofaza 2 lardan iborat. Hop, mana bu yerda qarang, e'tibor bering. Telofaza 1 bilan telofaza 2 ga e'tibor bering. Qarang. Boshida 2n4s ketgan, keyin n2s ketgan. Mana bu yerda qarang. Ko'ryapsizmi? Mana bunga e'tibor bering. Juda ham ko'pchilik abituriyentlar adashadi. Telofaza 1 ning boshida demak 2n4s, keyinchalik n2s bo'ladi. Ya'ni biz doim ham telofaza 1 ni n2s to'plamlar uchraydi deyishimiz xato bu yerda. Hop. Telofaza 2 da ham shunday. Boshida 2n2s, keyin ns dan bo'ladi. Mitoz demak ikkita jarayondan iborat. Bu ham interfaza va mitoz bosqichlaridan iborat. Meyozdan farq qilib, bunda meyoz bosqichlari ikkiga, ya'ni reduksion va ekvatsion uchramaydi. Xo'p, J1, S, J2 bu yerda ham to'plamlar berilgan. Buni yodlab olishingizni maslahat beraman. Masala yechish va nazariya qismida demak kerak bo'lib qoladi. Demak, boshladik. Qush urug'lanish degani demak changchidagi sperma va urug'chidagi changchi va urug'chining qo'shilish jarayoni demak qush urug'lanish deb nomlanadi. Boshlang'ich jinsiy hujayradan boshlaymiz. Ya'ni birinchi changdonda bo'ladigan jarayonni ko'ramiz. Changdonda demak changdonda biz nimani ko'ramiz? Boshlang'ich jinsiy hujayra bo'ladi changdonda, ya'ni mikrosporosit meyoz usulida bo'linib 4 ta mikrosporani hosil qiladi. 4 ta. Xo'p. Mikrosporalar bu endi chang deymiz buni. Mikrosporani chang deymiz. Mikrosporosit changdonda bo'ladi. Mikrospora esa urug'chi tumshuqchasida bo'ladi. Urug'chi tumshuqchasida uchraydi. Mikrosporasitda demak to'plam 2n2s holatda, bitta hujayra demak to'plam 2n2s holatida demak 4 ta hujayra hosil qiladi. Meyoz bo'linib 4 ta hujayra hosil qiladi. Qarang, ns dan mikrospora 4 ta hujayra, ya'ni mikrosporani hosil qiladi. Mikrosporada to'plam ns dan bo'ladi. Qarang. ns.
Hayvonlarda esa nima edi? Birinchi mitoz, keyin meyoz edi. Esingizda bo'lsa, o'simliklarda esa birinchi meyoz, keyin mitoz. Xo'p, ana endi mikrospora, demak, urug'chi tumshuqchasiga kelib tushdi. Urug'chi tumshuqchasi, demak, notekis va yopishqoq bo'lganligi uchun u yerda, ya'ni changni ushlab qolishi oson bo'ladi. Bu yerda mikrospora, demak, bo'linib, bitta vegetativ va generativ hujayrani hosil qiladi. Vegetativ hujayra o'sib nayni, uzun nayni hosil qiladi. Uzun nayni hosil qiladi. Mana shu nay, yana qarang. Mana shu nay deb hisoblaylik. Vegetativ hujayra, demak, ikkiga bo'linadi. Vegetativ hujayra o'sib, demak, nayni hosil qiladi. Generativ hujayra esa ikkiga bo'linib, ya'ni mitoz usulida bo'linib, ikkita spermiyni hosil qiladi. Ikkita spermiy mana shu hozir aytganimizdek changning ichi orqali hop tugunchadagi urug' kurtak tomon yo'naladi. Mana bu urug' kurtak. Demak, shu yergacha eslab qoldingiz-a? Demak, endi urug'chida qanday jarayon bo'lishini tushuntirib ketaman. Urug'chida, demak, birinchi urug'chi tugunchasida, demak, boshlang'ich jinsiy hujayra, bu megasporosit deb nomlaymiz buni. Megasporosit. Bu ham meyoz usulida bo'linib, 4 ta hujayrani hosil qiladi. 4 ta hujayrani hosil qiladi. Shulardan 3 tasi mayda, bittasi katta bo'ladi. Shu kattasi biz megaspora deymiz. 3 ta mana bu mayda hujayrani esa, mana bu 3 ta mayda hujayrani esa biz yo'naltiruvchi tanacha deymiz. Yo'naltiruvchi tanacha. Megaspora, demak, bitta megasporasitdan bitta megaspora hosil bo'ladi. Ana endi megaspora esa 3 marta mitoz usulida bo'linib 8 yadroli murtak xaltani hosil qiladi. Mana bu murtak xalta. Ko'ryapsizmi? 8 yadroli murtak xalta. Oson. To'g'rimi? Oson. Unchalik qo'shilg'alanish mavzusi qiyin emas. 8 yadroli murtak xaltani hosil qiladi. Ana endi mana shu 8 yadroli murtak xalta bizga mana bu urug' kurtak deb nomlanadi. Mana shu urug' kurtakni beradi. Urug' kurtakni beradi. Ana endi shu urug' kurtakda nima bor? Ikki tomonida spermiy, ya'ni tuxum hujayralar. Bu 8 yadroli murtak xalta degani 8 ta tuxum hujayra degani, o'quvchilar. Esingizdan chiqarmang. 8 yadroli murtak xalta degani 8 ta tuxum hujayra degani. Mana bu yerda ana endi shu 8 ta hujayradan 6 tasi shu urug' kurtakning chetki qismlarida joylashgan. Tushunyapsizmi? 6 tasi. 2 tasi esa o'rtada joylashgan. 2 tasi o'rtada joylashgan. 2 tasi o'rtada joylashgan. Mana shu urug' kurtak. Mana shuning nomi urug' kurtak. Mana bu murtak xalta. Tak xalta. Tak xalta. Bu esa urug' kurtak. Ko'ryapsizmi? Xo'p. Ikkita hujayra, ya'ni ikkita tuxum hujayra, demak, o'rtasida qoldi. Ana endi yuqoridan bizga ikkita spermiy kelayotgandi. Shu ikkita spermiyning bittasi keladida urug' ana bu murtak xaltaning mikropile tomonida joylashgan tuxum hujayradan bittasini urug'lantiradi. Ko'ryapsizmi? Bittasini urug'lantiradi. Ikkinchisi esa o'rtada joylashgan urug' kurtakni urug'lantiradi. Mana shu jarayon o'simliklarda qo'sh urug'lanish deb nomlanadi. Ya'ni ikkita spermiy, ikkita demak 3 ta tuxum hujayrani urug'lantirdi. Ko'ryapsizmi? Ana endi mana shu jarayon o'simliklarda qo'sh urug'lanish deb nomlanadi. Ko'ryapsiz? Qisqa va tushunarli qilib tushuntiryapman. Ana endi qarang. Mana bu jarayonga e'tibor bering. Bitta tuxum hujayra bilan bitta spermiy qo'shilib, mana bular. Mana bular.
Ko'ryapsizmi? Bitta tuxum hujayra bilan bitta spermni qo'shilib, o'simlikda murtakni hosil qiladi. Bitta markaziy hujayra, bu markaziy hujayra degani urug' kurtak degani endi. Markaziy hujayra ikkinchi nomi urug' kurtak. Bitta markaziy hujayra bilan markaziy hujayrada to'plam 2n2s edi. Ya'ni urug' kurtakda to'plam 2n2s edi, ikkita n, ikkita s, 2n2s edi. Bitta spermiy kelib qo'shildi va 3n3s hosil bo'ldi. Bu qism bizga endospermni beradi. Demak, urug' kurtakdan endosperm, mana bu tuxum hujayra bilan bitta spermiy qo'shilishidan murtak hosil bo'ldi. Mana shu murtak bilan endospermning qo'shilmasi bizga urug'ni beradi. O'simlikda urug'ni beradi. Demak, yopiq urug'lilarda qo'sh urug'lanish jarayonida, demak, urug'dagi to'plam demak 5n5s. Shulardan murtak to'plami 2n2s, endosperm 3n3s. Tushuntira oldimmi? Xo'p, murtakdan ana endi hozir mana bu yerda, xo'p, mana bu yerda chizaylik. Mana bu yerda chizamiz. Mana bu urug', mana bu qism endosperm, mana bu qism murtak. Ko'ryapsizmi? Mana shu qismdan o'simlikda o'simlik o'sib chiqadi. Mana shu qismdan o'simlik o'sib chiqadi. Murtak qismdan nihol, ya'ni o'simlik o'sib chiqadi. Xo'p, unda endosperm nimaga kerak? Urug'da. Mana shu o'simlik boshida, demak, urug'dan chiqayotgan paytda urug' demak tuproq ostida bo'ladi, to'g'rimi? Bola o'simlik fotosintez qila olmaydi, chunki tuproqning ostida. O'shaning uchun to tuproqqa chiqquncha mana shu endospermda oziq modda bo'ladi-da, oziq modda. Mana shu oziq modda hisobiga o'simlik to tuproq ustiga chiqqanga qadar mana shu endospermdagi oziq moddalar hisobiga hayot kechiradi. Tushunyapsizmi? Tuproq ustiga chiqdiki, demak fotosintez qilaveradi. Ya'ni endospermdagi oziq modda u paytda kerak bo'lmay qoladi keyin. Tushuntira oldimmi? Xo'p, ana endi bizga bitta ana bu bir o'simlikda bir urug'li va ko'p urug'li bor-ku. Bu urug' kurtak soniga qarab belgilaymiz. Mana bu markaziy hujayra soniga qarab belgilaymiz. Agar o'simlikda masalan tugunchasida urug' kurtak soni ko'p bo'lsa, demak biz o'simlikning bir mevali ko'p urug'li deymiz. Agar bitta urug' kurtak bo'lsa, ya'ni murtak xaltada bitta urug' kurtak bo'lsa, demak biz mevani, ya'ni o'simlik mevasini bir urug'li deymiz. Xo'p, ana endi nima qoldi? Ana endi bitta urug' uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Mana shu ham kerak, o'quvchilar. Demak, bitta mikrosporosit kerak, to'plam 2n2s. Bitta mikrospora, to'plam ns. Bitta vegetativ nay, to'plam ns. Bitta generativ nay, to'plam ns. Jami ikkita spermiy. Shulardan bittasi markaziy hujayra, bittasi tuxum hujayra. Demak, bu demak ya'ni o'simlikning chang-donidagi bo'ladigan jarayon, ya'ni spermiy tok kelgunga qadar, spermiy hosil bo'lgunga qadar nimalar bor kerak bo'ladi? Mana shu. Demak, bitta megasporosit 2n2s, bitta megaspora ns, bitta tuxum hujayra ns, bitta markaziy hujayra 2n2s, bitta urug' kurtak. Demak, urug' kurtakda to'plam 2n2s. Demak, mana bu bitta markaziy hujayra dedik. Mana bunday qilsak ham bu ikkovga tegishli bo'ladi endi. Demak, o'simlikning qo'sh urug'lanish mavzusida qisqacha shu.
Yana qanaqa savollar bo'lsa, bemalol Telegram kanaliga yozishingiz mumkin. Yana batafsil tushuntiraman buni. Qisqacha bu shu. Qisqacha qo'shimcha mavzusi shu. Demak, bizning Telegram kanalimiz Kimyo biologiya auditoriyasi Telegram kanali. Kanalimiz nomi Kelajak mediklari.